Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Mana shu ko'rib turganlaring Grozninskiy Tur ko'cha ekan. Mana shu uyning yarmisi sotilar ekan, arqa tarafi. Mana bu oldi tarafi, tipa bitta uy ikkiga bo'lingan. Mana katta ko'cha, to'g'rida masjid va mana ko'rinib turibdi. Mana. И детский сад, mana bu maktab. Uyning to'g'risi maktab. Tak, hozir ichini ko'rsataman. Mana shu varotda, mana shundan kirish bo'ladi. Lekin bu taraf uyni oldi bo'lganlar bu qo'shni hisoblanar ekan. Bu yer ham qo'shniga qarashlik. Mana bu ko'chaga qaragan oyna bu boshqa uy tipi. Mana kiriladi. Mana shu hovli. Bittadan kiriladi. Так. Да, свет есть? Ага. Mana koridor теплый pol ekan. Kirgan bilan bitta vanna bor. Так, bu tarafda tualet. Mana bu kirishdagi birinchi xona. Tepa bitta spalnya bo'lgan ekan, o'g'illariga, farzandlariga qilib bergan. Kirishda o'ng qo'lda mana zal. Tak, bitta zal bo'lgan, kuxnya. Mana bu tashqari uyning orqasi ko'rinishi, bitta banya bor ekan, ochiq uni ham ko'rsataman. Tak, bitta gaz bor. Mana bu ikkinchi xona. Bu yana bitta xona mana. Shaharning ichida. Ufa shahrida, Dyoma rayon. Tak, gaz bor, suv bor. Главныйsi и shambo. Kanalizatsiya bor. Так, mana shu 68 kvadrat metr. 3 xonalik. По квадрату это 68, да? Квадратных метров. 62. 62. Aha. Hozir tashqariga chiqib, mana buni ham ko'rsataman hozir hovlini. Ana uyni orqa tarafiga o'tamiz. Bu bani ham qo'shniki bu. 2 sotiq. 2 sotiqlik uy. Mana orqasida kichkina agarodcha. Shashlik-pashlik qilishga. Keyinchalik deyapti, mana bu tarafda ham hech kim yashamas ekan, bitta ham qo'shib olsa bo'lar ekan, turib gaplashib turib, mana orqa taraf. Bu taraf qo'shni. Ana taraf ham qo'shni, mana bu banya. Tak, kirish qismi. Mana bu yangi pechka qo'ygan ekan mana. Tapet qilib bemalol. Banka bu mana. Aytan sovuq suv bor ekan. Krandan sovuq suv tushadi. Bu tarafda mana kotelda issiq suv bo'ladi. Banyaning ko'rinishi. Narxi 3 million ekan, kelishib beriladi. Joylashuvi zo'r joyliki. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat mana aloqa chiqarasizlar. Mana shunaqa gaplar.